Obunachilar assalomu alaykum. 2020-yildan beri antiradar sotaman va 2023-yildan beri antiradarlar bo'yicha ustida ishlab shug'ullanaman, test qilaman. Antiradarga qanday vaqtini ketkazib test qiladigan odamlar juda ham kam bo'lsa kerak. Bu degani tushunadigan odam kam degan bo'ladi. Bu videom orqali kimgadir manfaatim tegsa, kimnidir bitta dona bo'lsa ham ishtirokdan saqlab qolishga foydam tegsa, o'zim xursand bo'laman. Qaranglar, antiradarlar bo'lsa, video registratorni yoniga qo'ysanglar, GPS ishlamay qolishi mumkin. Ko'p holatlarda Silverstone'da unaqa holat bo'lmaydi. Boshqa antiradarlarda bo'ladi. Chunki sinab ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun antiradarni video registratorni yonidan teskari tarafga qo'yishni maslahat beramiz. Ikkinchi tavsiyamiz, antiradarni laboyni pastiga va tarpetkani ustiga qo'yishni maslahat bermaymiz. Ichida protsessor bo'ladi. Telefon, kompyuter, televizor, hamma mahsulotlarning ichida protsessor bo'ladi. Protsessor qizish oqibatida mahsulot yaxshi ishlamaydi va albatta o'zini kuchini, sifatini yo'qotadi. Eslatib o'tadigan narsalarimizdan biri shuni qilishlaringizni tavsiya qilamiz. Va keyingi kun, bugungi kunga o'zini kuchi bilan, zo'rligi bilan, fantastika ishlash bilan ishlab turgan Doppler antiradari 2024-01, 2025-01 Yo'q, 2024 10, 2025-01, 2025-02 ayrim radarlarda, antiradarlarda orqasida qarasanglar yozilgan bo'ladi. Protsessor qizish oqibatida lochin ili multiradarga jiringlab qolibdi. Buni bizdan olgan bo'lsangiz yo boshqa joydan olgan bo'lsangiz, olib borib bersangiz, servis xizmati bor. Buni to'g'rilatish oson juda, bepul to'g'rilatib beriladi. Agar kimdadir shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, bizga olib kelishlaringizni yo bo'lmasa olgan joylaringizga olib borishlaringizni tavsiya qilamiz. Chunki bu holat bilan tushib keladiganlar ko'p. Realni Doppler modeli multiradarga ham, lochinga ham hammasiga fantastika ishlaydi. Buni tasavvur qila olmaysiz siz. Aqlingizga yetmaydi ishlashi. Lekin qizish oqibatida shunaqa holat bo'lib qolibdi. Bu albatta 2 yil garantiyasi bo'ladi. Bir marta ichidan protsessor almashtirilgandan keyin shu holat yo'qoladi va albatta buni hamma modelida emas. 2025-03 2025-03larda bu bartaraf etilgan. Bilasizlar, buni men yomonlamoqchi emasman. Obunachilarimiz ishtirokga tushib qolishini oldini olish uchun o'tyapman. Va albatta siz Silverstone bilan Neoline faqat solishtirasiz deysiz. Hech qanaqa Neoline'da adovatim yo'q va albatta Silverstone bizga tegishli mahsulot emas. Meni obunachilarim ishtirokga tushmasligi uchun, yaxshiroq antiradar olib ishlatishligi uchun aytib o'tamiz. Va albatta Doppler Silverstone antiradarida monopoliya yo'q. Aniqroq monopoliya yo'q. Xohlagan narxingni sot deb ayta oladi. Bu degani xohlagan narxingni sot degani, bunda monopoliya bo'lmaydi. Siz oladigan joyingizdan arzon narxda xarid qilasiz. Va albatta hamma pamexni o'chirsa bo'ladi. Qaranglar, sanab o'taman. Sizda antiradaringizda shu pamex bo'lsa, Silverstone ishlatsangiz, men o'chirib bera olaman, lekin bunikini o'chirib bera olmayman. Xo'p, Hikvision, Avtocom, Megacam, Lochin hammasini o'chirsa bo'ladi. Kimda agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ikkita antiradardan ham bor. Siz 77 xarid qilmoqchi bo'lsangiz, men sizga 77 dan ko'ra 78 ni tavsiya qilaman. Chunki 78 77 dan ko'ra aqlliroq, multiradarni uzoqroq joydan aytadi. Lekin pamex kerak emas, so'nggi avlod xohlayman desa, sizga Silverstone modelini tavsiya qilaman. Aynan Silverstone'ni gibrid modelida o'zim ishlataman. Juda aqlli video registrator bor va albatta qimmat mashina uchun, sportni vaziyatlar uchun, mashinaga qanaqadir zamekani bo'lib o'chib qolgan payt o'zi ishlashlari, batarekalari juda qulayliklar ko'plar. Gibrid modelini tavsiya qilaman. O'zim ishlatib baraka topdim. Kimgadir qanaqasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Universal Pro Max'ga kelaverasizlar. Va albatta Doppler ishlatadiganlar va tarpetkani ustiga antiradar qo'yib ishlatadiganlar shu videoni jo'natib qo'yasiz. Manfaatim tegsa, xursand bo'laman. Sog' bo'lasizlar.